Mana diqqat bilan ko'ring, perkulchatlarimizni ishlatib ko'rsatamiz va ulanishini ham ko'rsatib o'tamiz. Keluvchi faza prямой kulchatlga o'tadi. Keluvchi 0 prямой lampochkaga o'tadi. Mana bu 3 tomonlama yonib o'chadi. Juda oson va oddiy ulanishlar ham. Diqqat bilan ko'ring. Bu xonadonimizga zinaga va masofa uzoq joylarga qo'yiladi. Bizni kuzatayotgan elektriklar bormi? Mana shu kulchatning nomi nima deydi? Mana shu kulchatni. Bilganlar kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda.